Kollagen Vertera HC bu nima? Boshqa kollagenlardan farqi nimada? Kollagen bu oqsil, bu chiroy va yoshlik oqsili. Bizni kollagen buzilmagan va onalik holatida va hovuz baliqlardan olingan va allergiya bermaydi. Lyuboy krem bilan birga ishlatsa ham bo'ladi va bizni kollagenni bemalol yesa ham bo'ladi. Chunki u 100% tabiiy. Sochga, qo'lga, qoshga, tanaga sursa juda tez singadi. Sochga surganda effekti juda katta bo'ladi. Chunki u terining chuqur qatlamalarida ishlaydi. Tarkibida kollagen oqsili, suv va ko'mish. Ko'mish bu konservant. Biz mahsulot nafaqat defektlar yo'qotadi, u ularni davolaydi. Ko'pdan ko'p tajribalar o'tkazilgan va tasdiqlanganki, oqsil onalik holatida juda katta effektga ega. Bu mahsulot butun tana uchun mo'ljallangan. Qo'lga sursa bo'ladi, yuzga, sochga, qoshga, tirnoqqa, bo'yinga, oyoqqa. U nima qiladi? U lipid qatlamalarni tashqi muhitning salbiy ta'siridan samarali himoya qiladi. Yuzning terisida yengil, o'tkazmaydigan plyonka yaratish orqali yuzingizni suv balansini va terni yuzilishini saqlab qolishga imkon beradi va birgalikda oziqlantiradi ham. Bizga ichki suv balansi juda muhim va bu plyonka lifting effekt beradi. Mayda va chuqur ajinlarni tekislaydi. Elastiklikni yaxshilaydi. Yuz konturini tortib beradi. Terni ifodali qilib beradi. Двойной подбородок 1 oy ichida to'g'irlanadi. Kollagen poralarni toraytiradi, yuzni oqartiradi va tekislaydi. Pigmentli pyatnalarni yo'qotadi. Juda yaxshi chimichеский pilinglardan kelgan, terni davolaydi, qizarishlik ketadi, сосудистый звездочкали ketadi. Buni nomi va kosmetический mahsulot. Bu juda universalniy mahsulot. Qanday bundan foydalanish to'g'riroq bo'ladi? Birinchi, albatta ter toza bo'lishi kerak. Молочко yoki biomaska, bizani biomaska, libo umuvashka bilan tozalasa bo'ladi, faqat spirt bo'lishi kerak emas. Ikkinchi, terni namlash kerak. Namlaganda juda yaxshi mineralniy suv to'g'ri keladi. Quruq terga effekt kamroq bo'ladi. Biz bilamiz, namlanganda namlik bug'lanadi, parlanadi, poralar kattalashadi. Shunda kollagen poralarni ichiga kiradi va aminokislotlarga ajraladi. Bu transdermal kollagen juda katta effekt bilan ishlaydi. Mineral suv bilan namlaymiz yaxshilab va kechki va ertalabki kremga qo'shsa ham bo'ladi. Faqat o'shani surishdan oldin qo'shish kerak. Butun tanaga sursa ham bo'ladi. Teringiz такой barxatli bo'ladi. Qo'llar, например, mana katta yosh bo'lganda osilib qolishi bor, o'sha podtяжка qiladi. Sellyulitlarda, например, tirnoqni plastinkalarini yaxshilaydi. Oyoq og'riganda ham juda yaxshi effekt beradi, prям surish kerak. Tana uchun cho'milib chiqqandan keyin juda yaxshi effekt beradi, butun tanaga sursa ham. Например, chochga ополаскиватель qilib, o'sha kollagenni suvga qo'shib, chochi cho'milgandan keyin oxirida o'sha bilan chaysa bo'ladi. Bu juda effektga katta kollagen. Buni yesa ham bo'ladi, потому что u ichki organizmdagi muammolarni ham hal qiladi. Va bizning birinchi o'chiritda chiroyli bo'lishimiz uchun albatta biz ichimizni tozalashimiz kerak. Bizani Vertera gellarimiz bilan modda almashish tiklash kerak, ich qotishlik ketish kerak. Tashqaridan bizning kollagen HC ni iste'mol qilsa juda katta effektga ega bo'lasizlar. Hamma sog' bo'linglar.